Xo'p, yaxshi, mana qabul qilindi. Mhm. Endi boyagi dasturni qayerga aniq qo'ygansizlar? Ochib, arxivdan chiqarib qo'ygansizlar. Rабочий stolda papka bor. O'sha yerda chiqarib qo'yganman. Izlech qilib. Xo'p. Hozir bu rабочий stolda turibdi o'zi, mana. Mana shu mana orqa tomonda turibdi-da. Papka. Rабочий stolga o'tsangiz. Bir degan papka. Birni ichida ekan, yaxshi. Mhm. Bo'ldi, chiqarilgan. Sizni dasturingizda birinchi faollashtiraylik. Biz olamiz. Hozir birgalikda aniq ko'ramiz. Sertifikat olib ko'ramiz. Keyin agar sertifikat yaxshi olinsa, keyin qolgan boyagi to'lovlarni ustoz o'zi bilan gaplashib-ko'ramiz. Bo'ldi. Xo'p, Telegram. Aytdilar hozir gaplashdim. Telegram qayerda? Telegramda. Web Telegram ochilgandi. Shu yerda. Yoki yana istalak qilish kerak. Xo'p, endi men hozir sizni kodingizni tashlab beraman. Sizda internet tezligi yaxshi, ha? Internet tezligi telefonda tarqatilganda. Mana dastur faollashtirildi. Qilamiz. Endi saytni tanlaymiz, to'g'rimi? Hozir birinchi navbatda boyagi tayyorlagan faylingizni bir to'g'irlab olishimiz kerak-da. O'shani aytgansiz, so'ramoqchi edim. Qanday nima qilingan, ketma-ketligi. Bo'ldi, hozir uni to'g'irlaymiz. Sizda Visual Studio Code dasturi o'rnatilganmi yoki o'rnatmagansizmi? Bunda menimcha yo'q. Boyagi opanikida bu kompyuter hali yangiligidan beri o'rnatgan yo'q, adashmasam. Yangi notebook. Buni yangi olganmi? O'zi ko'p marta olgan, shundan beri. Tushunarli. Ko'p ishlatilmadi. Xo'p, demak, qarang, kim bu anoda ishlatsa ham farqi yo'q. Brauzerni tilini birinchi navbatda ingliz tiliga qo'yib qo'yganimiz yaxshi bo'ladi. Shuni ham qo'yaylik. Настройкаga o'tib, bu yerda mana yazikka o'tib, mana buni to'g'irlab qo'ysak. Bo'ldi. Bo'ldi, mana ingliz tilida bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Endi biz boyagi Visual Studio Code dasturini o'rnatib qo'yamiz. U bizga Bunisida Prosta kimdadir internet kechigyapti-da, sizdami yoki mendami boyagi menda ko'rinishi sekin bo'lyapti. Bu videoni hozir o'zingiz qo'ydingizmi? Yo'q, videoga men kirmoqchi emas edim. Yangi tab ochmoqchi edim. Yangi tab ochildi. Bu yoqda bu ham ko'rinib turibdi-da. Videoni to'xtatib qo'yavering o'zingiz. Olib tashlayman bu yerda. Farqi yo'q, xohlasangiz qoldiring, xohlasangiz olib tashlang. Ovoz chiqmasa bo'ldi.
Ha, ko'rib bo'ldim. Ha, Xo'p, yaxshi. Endi biz bu yerdan Visual Studio kodni yuklab olamiz. U bizga shu anoda mana bu CSV fayllar bilan ishlashga qulayroq. Like ha. VS Code. Hozir birinchisini bosdingizmi? Hozir qani. Ha, birinchisini bosamiz endi. Shu internet tezligi kimdadir sekinroqda, mendamisi Ha, o'sha uchun sekinroq. kechikyapti-da. Hmm. Xo'p, bu yuklab olaversin. Boyagi faylingiz qayerda edi? Menga Fayli tashlagan fayl. ko'playdi. Tak, загрузкада turibdi. Provatnik Xo'p, загрузкida bo'lsa, ro'yxat bo'lib shu. o'sha. Ha, ha. Xo'p, yaxshi. Buni to'g'irlaydigan joyini to'g'irlab olaylik-da. Xo'p. Bu yerda mana qarang, orasida mana bu satrlar yo'q-ku. Bu bittasi login, bittasi parol deganimi? Shunday, ha. Login, parol baribir bir xil ekan-a? Ha, ha, bir xil qo'yilgan. Xo'p. Yaxshi. Unda yangi bitta Excel fayl ochib, shunga joylashtiraylik yaxshisi. Zamzam olmoqda. Bo'ladi. Bitta olib ko'ramizmi yoki hammasini birga tutaveramizmi? Xo'p, endi qarang, buni o'zi shabloni bor. Ana shablon bo'yicha hozir men sizga ko'rsataman. Mana bu namuna degan nimada bo'lsak, Namunasi. mana Ha. mana bu ustunlar bizga Ha, bu yerda. muhim. Ha, ha, ha. Ha, tushundim. Faqat demoqchi bo'lganim, bu yerda login parol olingan joyi yo'q ekan-ku, shuning uchun buni qo'ymay turgandim-da. Ha, uni hozir kiritib qo'yamiz. Xo'p, endi bizga yana qolgan mana bular. Xo'sh. Ism familiyani bitta ko'chiraylik. Orasida oshiq joy bor-ku, buni Buni o'z yopamiz-da o'zi. 56 tami familiya bor ekan. Ha, 56. Ctrl S qilsak. Ha, to'g'ri. Xo'p, endi buni bir marta bunaqa qilaylik. Xo'p, endi mana bu bo'sh joylarni o'chirib tashlashimiz kerak. Ha, mayli, qolganlarni ham bitta ko'chirib olaylik-da, shunga qarab keyin o'chirsak birdan o'chiramiz. Xo'p, keyin tug'ilgan sana bo'lishi kerak. Bor. Keyin mana pasport. Bu jinsi Seriya degan bor, joy. raqam bor. Baribir bitta ustun olar ekanmiz-da. Ha. Yo bo'lmasa, Endi hozir sinf qarang, degan joyiga jinsi degan joyiga nimadir yozib qo'ysak ham bo'laveradi agar. Masalan, deb qo'ysak ham farqi yo'q. Bu yerda jinsi asl dasturga muhim emas. Erkakmi, ayolmi farqi yo'q. To'xtang, bo'lmasa bu tarafga o'tkazganda qo'shaylik, shuni hozir muammo bo'ladi.
sinf degan joyigayam ana o'qituvchi deb ketsak bo'ladi-da, shunda to'g'rimi? Farqi yo'q. Unday desak ham bo'ladi. Bu dastur uchun ham u muhim emas. Prosta bitta o'zgaruvchida, qanaqadir. Prosta bitta shunaqa ustun bo'lishi kerak. Mana hammasini buni ham qo'ydik. Endi bo'sh satrlarni o'chirib tashlab, keyin biz nima qilishimiz kerak? Hozircha buni bitta saqlaylik. Fayl saqlaylik qilib. Demak, ism familiya deb yozaylik. Familiya. Ism familiya. Bu hammasi o'qituvchilar, ha? Ha, shunday. Yaxshi saqladik. Xo'p, endi biz buni bo'sh joylarni o'chirib tashlashimiz kerak. Bo'sh joylarni qanday qilib o'chirganimiz yaxshiroq? Bu yoqqa o'taylikchi, nimalar bor? Dublikatlarni o'chirish mumkin. Удалить обидку неверных данных. Hop. Shu bo'yicha qaraylikchi. Menda internet sal kechikib kelyapti, shunga o'tib ketib qolyapti. Hop, demak, объяснение neверных данных. Duplikatlar yo'q. Demak, hammasi bo'yicha мой данный содержит заголовки, цвет. Pastga tushib ketdingiz. Ikkinchida ham bo'sh joy bor edi. Hozir u yoqqa ham o'tamiz. Demak, hammasi yaxshi. Xo'p, buni ham endi o'chirib tashlaydigan bo'lsak, buni mana bu yerga o'tib, mana bu yerga o'tib, mana o'chdi bu ham. Bo'ldi. Ana endi qiladigan ishimiz mana bu yerga biror bir nimadir yozib qo'yamiz. U jins aytganimizdek muhim emas. Bu yerga ham masalan ustoz deb yozib qo'yaveramiz, farqi yo'q. Nimaga bunga yozilmayapti? Yozib yuboraymi yo? Endi. Bu nima bosilib qoldi bu yoqda endi? Namunaga o'tib ketdim.
Mana. Bo'ldi mana. U endi tayyor dasturga berishga. Dasturga berganimizdan Ha, keyin qo'shimcha ustunlarni qo'shadi boyagi login, parol degan narsalar. u qaydadan ro'yxatdan o'tib olmaydimi demoqchiman-da, ro'yxatdan o'tilgan deb chiqadi-ku. Yo'q. Hozir mana ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, shu nima desak bo'ladi? Shu ro'yxatdan o'tkazilganlik qabul qiladidan keyin unga sertifikat olishga harakat qiladida. Yo, ana masalan kira oladimikan login paroldan demoqchiman-da. Uni ko'rsatmasak. Login parol endi qo'shamizda hozir yangi ustunlar qo'shib beradi bizga. Keyin shunga kiritib qo'yamiz. Ha, ha. Ha, tushundim. Bas yana 3 tami ustun qo'shib beradi-da. Xo'p, bu yerdan mana buni tanladik. Так, рабочий стол, ага. Familiya. Mana endi biz mana bu yerga o'tib, mana shu faylda hozir bor o'shanalar. Kerakli ustunlar. Hozir biz mana shuni to'g'rilaymiz. Buni ochish uchun sizga o'sha Visual Studio kodni o'rnatishimiz kerak edi, chunki ba'zi bir Excel'lar ochadi bu faylni. Bu CSV formatida, oddiy Excel formatda emas. Ba'zi Excel'lar ocha olmaydi. Meniki ochadi, kimlarnikidir ochmaydi. Shuning uchun aniq ochadigan dastur o'rnatamiz. Bu bizga shu yordam beradi boyagidek. Ko'rib turishga, to'g'rilashga. Yuklanibdi-yu. Yuklangan. Mana shularni hammasini yoqib qo'yaversa bo'ladi. Buni siz har safar shunday qilmaysiz. Bu hozir shu ishlashga tayyorlab olishda bu. Keyin bir marta tayyor bo'lgandan keyin keyin o'sha papkani ochib ko'radi. Keyin просто ro'yxatni berasiz, ishlataverasiz. Bo'ldi. Endi mana shu papkani o'sha dasturda ochamiz. Mana bu yerda mana chiqdi. Hop, demak, yaxshi. Endi biz bu mana buni ocha olishi uchun bitta asosiy bir extension o'rnatib qo'ysak, shu bilan bo'ldi bu ham.
Bo'ldi, buni ham o'rnatib bo'pti. Endi buni ochaveramiz. Mana boyagi. Buni ham sayt foydalanuvchi nomi qo'shildimi? qo'shsak Ha, bu yerda mana sayt foydalanuvchi nomi o'sha boyagi login parollar qo'shilibdi. Parol, sertifikat, havolasi. Keyingi qatorda havola bo'ladi. Ha. Xo'p, biz qaysidan olyapmiz? Shu omp.ai study o'zidan olyapmiz. Bu saytni bu yerda turishi aniq to'g'ri yozilishi shart emas, bu ham muhim emas, lekin shunchaki yozib qo'yish kerak. Ya'ni bu yerda xato yozib qo'ysangiz ham mabodo sayt nomini hech qanday ziyoni yo'q. Xo'p, endi mana bu yerga biz parollarni o'tkazib qo'ysak, asosiysi shu bilan bo'ladi. Unda buni boya ikkitalik emas, bittalik qilib yozganimiz bo'lar ekanda. Ha, mana buni hozir boyagidek duplikatlar o'chirib chiqamiz. Oxirida. Hammasi o'chib ketdimi? Yo, tepaga chiqdimi? 56 ta o'chdida, 56 ta qoldi. Ha, bo'ldi. Bittadan qoldi hammasidan. Ha. To'g'ri. Parolga ham, foydalanuvchi nomiga ham bir xil tashlasak bo'ladi. Xo'p, demak biz asli tepadan boshlashimiz kerak mana bu yerdan. Shunday tortatding. Xo'p. Suriyeva nima edi? Suriyev. Dedi Suriye. To'g'ri. Tepasini to'g'ri o'rtalardan tekshirdim. Bo'ldi, mana login parollarni o'rnatib qo'ydik. Ctrl S qilib saqladim. Mana bu yerdan ham saqlasangiz bo'laveradi, farqi yo'q manisi. Boya kopkaga saqlanib qo'ydi-da. Ha, endi mana bunda saqlandi. Mana. Endi shuni biriktirishimiz kerakmi dasturga? O'zi biriktirildi, faqat biz uni ichini to'g'irlab qo'ydik. Mana bu yerda mana qarasangiz, mana teachers natija 22.4 o'zi dastur kerakli ustunlarni qo'shib berdi. Agar ro'yxatdan o'tkazishni ham dasturni o'zi qilganda edi, boyagi o'zi qo'shgan ustunlarga ma'lumotni ham o'zi yozib chiqardi-da. Biz hozir o'zimiz ro'yxatdan o'tkazib berayotganimiz uchun dastur yozish kerak bo'lgan joylarni o'zimiz qo'lda kiritib berdik. Tushunarli. Xo'p, endi bo'ldi, boshlasak bo'laveradi. Boshlashdan avval xo'p, bir marta mayli shu holatda boshlaylik. Hozir brauzer qaysi tilda ochilishini ko'ramiz. Mana bu yerda ingliz tilida ochilyapti. Ko'raylik, shunday bo'laveradimi. Demak, ko'ryapsiz, brauzer hozir rus tilida ochildi. Shuning uchun bu dastur ochib berganni ham bir marta ingliz tiliga o'tkazib qo'yib, keyin qaytadan dasturni ishga tushirib, qaytadan bajaramiz. To'xtatib qaytadan tushamiz? Ha, qaytadan ishga tushiramiz. Agar kimdadir brauzer ingliz tilida ochilsa, unaqa qilish shart emas. Birdaniga ochib ketaveradi. Ha, birdaniga ishga tushib ketaveradi. Xo'p. Shu bilan boshlasak bo'laveradi. Mana ingliz tilida yaxshi. Hozir
bu tizimga kirishga harakat qiladi. Mayli, boshida biz bir marta kirishiga yordam beraveraylik. Mana bu yerda kapchadan o'tib, keyin kapchani ham o'zi yechib beradigan extension bunga o'rnatib qo'ysak, keyin kapchani ham o'zi avtomatik yechishi kerak. Xo'p, demak, mana mashinalar tanlash kerak ekan hozir. Mana bu ko'rdingiz, tizimga kirdi. Endi mana sertifikat olishni boshlayapti. Hozir mana tekshirib ko'ryapti, sertifikati bormi yo'qmi o'sha o'quvchini. 3% nimadir bajarilgan ekan. Hali sertifikat olinmadi. Birinchi sertifikat olinganda kirilganda video boshlagan. Endi bu bir boshdan sertifikat olishga harakat qiladi. Xo'p, bu olaversin. Ungacha boyagi bitta qo'shimcha extension o'rnatib qo'yamiz. Mana bu yerda ko'rilgan ekan o'zi mana. Ko'rilmaganlar ko'rib chiqyapti. Xo'p, bu qilaversin. Mana bu yoqqa o'tib. Bu hozir 6x da ko'rilyapti-a? Hozir 5x bo'lsa kerak, balki 6 bo'lishi ham mumkin. Aniq esimda yo'q-da qanday sozlaganim. 5 bo'lsa kerak. Nastroykasida 6x gacha qo'yish anasini bir ko'rildi tasvirda. 6x tir balki, esimda qolmabdi. Demak, bu yerdan nokta deb yozamiz. Mana shu birinchisini o'rnatib qo'ysak, bu o'sha kapchani o'zi yechib berishi uchun. Boya qo'l bilan yechdik-ku. Bo'ldi, mana o'rnatildi. Bu 100 ta limit beradi bir kunga, ya'ni 100 marta kapchani yechib beradi. Agar yana kerak bo'lsa, 56 ta 55 ta qoldi hozir, to'g'rimi? 56 tadan bo'lganda 2 martadan so'raymi kirishga? Bir martadan so'raymi? Demak, bemalol yetadi-da. Qarang, hisoblashni bunday hisoblash kerak. Kapchani yechganda mana bir marta yechganda birdan verify bo'lib, boyaga ptichka bo'ldi. Hozir yechganimizda. Lekin ba'zida 5 marta, 10 marta yechsa ham ptichka bo'lmaydigan ekan, qayta-qayta so'raveradi-da, yana. Ana shular jami to'g'ri, qayta-qayta tezroq kirishga urinilgandan keyin ko'p so'raydigan bo'lib qoladi-da. Ana shu yechishlar sonini hisoblaysiz. Agar ko'proq kerak bo'lsa, pulli tarifini sotib olsa bo'ladi buni. Agar 100 ta yetadi desa, 100 ta ishlataversa ham bo'ladi, farqi yo'q. Agar bo'lmasa qo'lda bosib turish kerak, to'g'rimi? Tugab agar u tugab qolsa, olmasa o'zingiz qo'l bilan o'tkazishga yordam beraversangiz, keyin har bir yarim soatdan, 40 minutdan bir kelib xabar olib ketasiz-da, agar o'zingiz. Baribir shunda ham har zamonda bir qarab qo'yasiz-ku, o'zi yechib bersa ham. Chunki sayt bu 56 tani endi qancha vaqtlarda olsa? 56 tani mana hozir deylik soat 11 bo'lyapti deb ham hisoblaylik. 11 bo'layotgan bo'lsa, ertalab soat 8 gacha agar kompyuterni o'chirmasdan mana shunday qo'yib qo'ysangiz, bir 15 talarni olib bo'lsa kerak. Ertalabgacha? Kechasi bilan shu umuman kompyuter o'chirmasangiz, hammasi yaxshi ishlasa mana. Xullas, boyagi 5x 6x da videoni ko'rib, hammasini tugatib ishlagan, o'shanga ketgan vaqtda, xullas, to'g'rimi? Hozir bitta sertifikat olsin, vaqtini ham o'zi hisoblaymiz, ko'rsda necha minut ketgan. O'rtacha bir 36 o'sha atrofda vaqt ketadi, 36 minut masalan. Bo'ldi, mana shuni olaveradi. Nastroykasi qancha tezlikda bo'lyapti? Agar nimasini 6x qo'ysak bo'larmi demoqchi edimda. O'zi bu ham yo 5 yo 6 unchalik sekin emas, faqat
bitta narsani hisobga olish kerak. Agar 6, 7, 8 qilib tezlikni ko'taraversangiz, tasdiqlanmay qoladi videolar. Ha, galchka bo'lmay qoladi. Ha, bittada bittasi bo'lmay qolibdi. ha, mana shu qisqa video bo'lsa, qancha qisqa bo'lsa, uni shuncha tez ko'rsangiz, u tasdiqlanmaydi. Ko'rilmadi. Endi hozir buni o'tmaydimi? hozir endi bu agar 6 da yoki 5 da ko'rgan bo'lsa, keyingi safar ko'rayotgan vaqtda endi buni sekinroq ko'radi. Ha. O'zi shuni biladi-ya, qolib ketgan, galch bo'lmagan. Ha, bu hozir mana bir marta hammasini ko'rib chiqadi, keyingi safar bir kiradidan tekshiradi, yana qoldimi yo'qmi ko'rilmagan. Keyin uni ko'rib chiqadi. To hammasi bo'lib, testni yechib bo'lgandan keyin keyingi anaga o'tadi, modulga o'tadi, shunday qilib olaveradi. Bu dasturni o'zingiz ishlab chiqamisiz, ustoz? Ha, shunaqa. Shunaqa. Xo'p, bu olaversa mana bu yerga qarasangiz, hozir hammasi tayyor qilib qo'yildi. Mana ustunlar hammasi to'ldirilgan. Buni hozir qiladigan ishi mana bu havola qo'yib chiqadi. Ha, sertifikatni olib bo'lgandan keyin mana shu yerga havolasini qo'yib ketadi. Endi masalan, kimdadir savol bo'lishi mumkin. Deylik, biror bir o'quvchini sertifikati bor sizda. Ya'ni 100 ta o'quvchingizdan bir hammasini ro'yxatini kiritgansiz, ichida 10 tasini sertifikatini olib bo'lgansiz. Masalan. Masalan, o'rtada kelgandir. Ha, shu holatda o'sha sertifikati bor o'quvchi baribir mana bu yerda bo'sh turgani uchun unga ham kirib chiqib sertifikatini oladi-da baribir. Shuni bitta ishni qayta qilgandan ko'ra, siz mana shu yerga biror nima deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, olganman deysizmi? Qisqasi mana shu. Ha, o'sha yozuv bo'lsa, ana bo'ladi-da, tekshirib o'tirmaydi, to'g'rimi? Ha, agar mana shu qaysi o'quvchini to'g'ri esa band bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. U sertifikat bor deb hisoblaydi. Ha. Bu yerdagilarda hech qaysida yo'q lekin ularda. Ha, endi mabodo shunday vaziyat bo'lib qolsa deb aytib qo'yapman. Ba'zilarda so'rab qoladi-da shuni ham. Ha. Bo'ladi, yaxshi ekan. Agar mana bu hozir mana extensionni bunga o'rnatib qo'ydik, mana bu yerda turibdi-ku. Mabodo qachondir kompyuterni o'chirib yoqsangiz yoki umuman brauzerni o'chirib yoqsangiz, dasturni qayta ishga tushirsangiz, sizda mabodo extension mana shu yerda bu chiqmay qoladigan bo'lsa, boyagiday qilib mana bu yerda o'zingiz bir marta yana o'rnatib qo'yasiz. Bo'ldi. Menda doim chiqib turadi, endi kimdadir chiqmay qolishi mumkin-da. Men hozir bo'layotgan mana shu jarayonlarni hammasini videoga olyapman, mabodo nimadir esingizdan chiqib ketsa ham yana ko'rib olishingiz uchun. Internetga ham joylab qo'ysam. Ha, tashlab qo'yasiz buni. Ko'raverasiz. Ha, YouTube'ga qo'yib qo'yasiz, to'g'rimi? Ha, YouTube'gami. Mana o'zi hozir mana 60% bo'libdi. Birinchi moduldagi testini bajarib, boyagi qolib ketganlarni tashlashga. Ha, orada qolib ketganlar bor ekan. Shuning uchun o'zi qaytadan qolib ketganlarni ko'ryapti. Vaqti bilan shu qarab qo'yish kerak. Ha, oqshom uxlasangiz endi qaray olmaysiz-ku. Boshqa vaqtlar qarab qo'yish kerak. Sayt yaxshi ishlayaptimi, yo'qmi? Internetning tezligi yaxshimi, yo'qmi? Keyin kechasi yaxshi ishlasa kerak sayt-a? Ha, kechasi yaxshi ishlaydi. Shuning uchun qaysi o'qituvchi olayotgan bo'lsa aytaman-da, iloji boricha noutbukka o'rnating. Chunki maktabda vaqti butun respublika bo'yicha hamma olishga harakat qilsa, sayt qotadi-da. Shuning uchun foydasi yo'q.
Shu boyagi aytganimizdek kam video bo'lsa ko'rinmadi bo'lib qolyapti-da tezib ketganiga. keyin internet tezligi yaxshi bo'lishi ham mana shularga yordam beradi. Agar internet qandaydir sekinroq ishlaydigan bo'lsa ham bu doimo tez birdan ko'rildi deb hisoblanmaydi. Mana yana qaytib ketdi. Internet yaxshi ishlasa, kompyuteringiz zo'r bo'lsa, ancha yaxshi. Qaytadan ko'rish boshlandimi? Ha, yana qaytadan ko'rib chiqyapti endi sekinroq, yana ham Bu sekinroq. yoqda hisobotlarda ko'rsatib turar ekanda. Ha, bu yoqda ko'rsatib turadi. Nimani ko'ryapti hozir, qaysi testga yechyapti shular. Siz hozir mana shu jarayonda biror bir savolingiz bo'lsa bersangiz bo'ladi. Mana hozir baribir kuzatib turibmiz. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa. Boyagi o'zi videolaringizda buni ishlatishni tushundim. Faqat bitta savol bo'luvdi, login parolni qanday qo'yish jadvalga yana bitta nima bor edi. Hozir masalan pul boyagi sertifikatlar soniga pul to'laydi-ku. Tushunmadim. To'g'rimi? Sertifikatlarni soniga pul to'laydi-ku. Yo'q, bunda sertifikatni soniga emas, bu yerda bajarilgan amaliga pul to'laydi. Masalan, bitta videoni ko'rish yoki bitta testni yechish, ana shular pul hisoblanadi. Sertifikat soni emas. Men shunga qandaydir dedim, plastik biriktiriladimi yoki nima qilinadi deb tushunmay turdim-da. Ha, agar mana yoki sizga to'lov qilgandan keyin bu yerda o'zingizni hisobingizga pul tashlanadi, o'zingiz hisobingizga pul tashlaysizmi? Masalan, sizga bu boyagi sherigim pul to'lasa devdim-da. Agar mana shu hisobingizdagi mana shu yashil yozuvdagi pul tugaydigan bo'lsa, keyin menga aloqaga chiqasiz. Hisobingizni yana to'ldiramiz. Mana bu yerda ham o'zi maksimal 6000 mi? Yo'q, maksimal emas. Bu dasturni faollashtirgandan keyin sinab ko'rib tushunib olishingiz uchun kerak pulda bu, ya'ni ishlatib ko'rish uchun. Ana undan keyin xohlaganlar yana davom etaveradi. Bonusda bu. Agar foydalanish bo'yicha hozir hamma menimcha bu dasturni ishlatayotgan bo'lsa kerak-a? Bu dasturni ishlatayotganlar hali unchalik ko'p emas. Ko'pchilik baribir qandaydir yoki bilmaydi. Masalan, o'zim bilmas edim. Shu paytgacha videoni ko'rib olganman-da o'zim o'quvchilarga. O'zimga ham shunday olganman. O'sha aytib qolibdi bu dastur. Bizda hali informatika o'qituvchilari bo'lsa ham ko'pchilikda dasturlarni bepul bo'lmasligi, shu pulli bo'lishi, keyin
ya'ni shunaqa imkoniyatlar borligi, vaqt yo'qotgandan ko'ra shu dastur orqali ishni avtomatlashtirib qo'ygan yaxshiligini ko'pchilik ustozlar hali unchalik tushungani yo'qda. Shu uchun Bu yer hozir yarim soat mana shu yaxshi ovozingiz kelmay qoldi. mana Anideskdan chiqib ketdingizmi? Ha, nimagadir uzilib qoldi-da orada shu. Svязь kimdadir ketdimi? Ulandimi yana? Ha, ulandi. Ha. Yana qayta ulanyapman, nimagadir yana uzildi. Shu kimdadir yaxshi bo'libdimi deyman. O'zi mana ikkinchi modulda Internet sizda yaxshimasmi? yechyapti ekan, boyagi birinchisini tugatib, testlarni Ha, yechib. ikkinchi modulga o'tdik. Agar o'zi shunday olib tursa, ertalabgacha yaxshi ishlab, unda zo'rda. Bunaqa Hozir masalan, ko'p o'quvchilarga ham sertifikat olish kerak. o'zingiz oladigan bo'lsangiz, u oqshom bilan oldida o'tirishingiz kerakda, videoni ko'rib, testni yechib, har birini o'zingiz. Yana o'tkazib, Ha, ba'zi ustozlar turish kerak, boshlab turish. bitta kompyuterda 3 ta brauzerni yoqib qo'yib, shunaqa tezroq olishga harakat qilyapti, lekin shunda ham baribir. Uni ham yoqib qo'ydik-ku. Ha, shunda Yo, ham hozir vaqt ketadi. boshqa brauzerda o'tmay qo'yyapti. Masalan, hozir siz bitta ekranda hozir nimada Google'da keyingi nimani oynani ochib ishlatyapsiz-ku, bu ishlayapti hozir, lekin saytni o'ziga kirsa ishlamay qolyapti-ku shunday qilsa. Işte ba'zi ustozlar shunga dasturda ishlayapti deb o'ylayapman-da, dastur qilyapti-yu ishlatish. Ba'zi ustozlar shu tezroq olishga harakat qilib shunaqa yo'llar qiladi, lekin shunda ham vaqt ketadi-da baribir. Boshida 4 ta modulni 4 ta brauzerni ochib qo'yib yoki 4 ta oyna ochib qo'yib ishlasa bo'lardi. Keyin narsani olib tashladi. Faqat bitta brauzerda bitta nima ochiladi. Mana keyingi brauzerda ochganingizdan bu oyna ko'rinmay qolsa, video sразу to'xtaydi. Faqat endi shu paytgacha meni bitta qilgan narsam mana bu bo'ldi-da, boyagi. Mana qarasangiz hozir bu oxirgi testni yechmoqchi bo'lyapti. 4-modulga o'zi kelibmiz-ku. Yakuniy testga kerak. Oxirgi testni ham yechsa, keyin qayerga yuklaganini, qanday yuklaganini sizga ko'rsataman. Yana birorta savol bo'lsa yana so'raysiz, shunday qilib. Keyingisiga o'zi avtomatik o'tish kerak, chunki bu extensionni o'rnatganmiz. Uni ham sinab ko'ramiz. Xo'p, demak, oxirgi testni, oxirgi savolni mana yechdi. Yaxshi, endi mana endi sertifikatni olmoqchi. Nima bo'ldi? Sertifikat chiqdimi, chiqmadimi? Yo'q, lekin chiqmadi. Hozir qaraylikchi, bu nima deydi? Qandaydir menda internet sekin ishlayapti, menga juda kech kelyapti-da, nima bo'layotgani. Hozir ochilganda 100% ko'rsatdimi, yo'qmi? Bilmadim. Ikkinchisiga
kredit kanalda basınç tekşiramiz da. Mana hozir men bosyapman. Hop, yana yopilib qoldimi? Mana qarasangiz bu yoqda o'zi yechyapti mana kapchani. Ha, o'zi. Shunday. Ko'paydi mana. Mana bittada o'tkazmadi. Bu yerda Shu yana akkaunt bo'lsa, shuni ham aytish kerak. Masalan, bu qancha vaqt sarflaydi? 90 sekund kutib turadi dastur mana shu kapchani yechib bo'lishini. Agar 90 sekundda yechib bo'lmasa, keyingi o'quvchiga o'tib ketadi. Xo'p, qarang, mana bu yerga qarasangiz, jarayon muvaffaqiyatli yakunlandi. 40 minut vaqt ketibdi. Mana. Ha, keyin papkaga saqlandi ham deydi-ya hozir linkda. Ha, saqlandi deyapti, ko'ramiz qani. Demak, Saqlanibdimi yo'qmi? Mana o'zi keyingi o'quvchiga o'tib ketdi shekilli. Tepaga chiqib ko'ringchi, link tashlab. Xo'p. Bu yoqda link yo'q. Shu tepaga Yana chiqaylik chiqadi. Bu yerda tepa bosing. yo'q ekan. Ha, link yo'q ekan, balki o'sha sayt yaxshi ishlamagan bo'lsa, 100% bo'lib ko'rsatmaganmi, bir qayta kirib ko'rish kerak ekanda. Aytgandek, internet tezligi ham bog'liqda. Agar kirgan vaqtda internet sekin bo'lsa, sertifikat yuklanguncha vaqt ketgan bo'lsa ham, shunda dastur demak yuklanmabdi deb o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Xo'p, qarang, hozir dasturni bir marta to'xtatib, qayta ishga tushirib, aniq ko'ramiz, kirib ko'ramiz. Hozir menimcha boshqalardan kirsa qanday bo'ladi? Mana hozir akkaunt yo'q-ku brauzerda. O'shanga yoki akkaunt qo'yibmi yoki bitta problem bilan yangi oyna ochib o'shanga kamroq so'raydi-yu. Endi unda olinadi-da. yo'q, bu yerda dasturdan foydalanayotgani uchun haqiqiy o'zingizda akkauntingiz bo'lmaydi baribir. Baribir farqi bo'ladi-da, yangi nima deydi, xuddi mana bu yerda rasmchasi turgan akkaunt bilan ochganingiz bilan baribir dastur haqiqiy o'zingizning profilingizdek bo'lmaydi. Ikkalasini qandaydir baribir farqi bo'ladi-da. Buni brauzer biladi baribir. Mana hozir qayta ishga tushirib ko'ramiz. Voy, extension ham bunda saqlanib qoldimi, saqlanmadimi? Ularni tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda turibdi extension, yaxshi, o'rnatish shart emas. O'tdi. Mana olib chiqadi sertifikat. bittada o'tdi, yaxshi bu. Bajarildi, bo'ldi, mana sertifikat. Profilga kirgani menga ko'rinmay qoldi-da. Profilda sertifikat chiqdimi, chiqmadimi? Sertifikat 4 sertifikat ko'rindi, faqat linkini olmadimi deyman-da. Hozir qani ko'raylikchi yana.
Sertifikat tabriklaymiz deb chiqib turibdi. Muhimi mana shu joygacha agar sertifikatni mana endi bu olindi deganda bunday olganda faqat yuklash tugmasini bosib olish kerak ekan. Buni ham o'zi bosib, o'zi yuklab, hammasini qilib beradi, faqat ana shu internet yaxshi ishlamayaptimi, nimadir bo'lib ko'rinmay qolyapti-da. Qarab chiqamiz-da. Qaysidir o'qigan bir tekshirib ko'ramiz. Bugun parol bilan. O'yin boshlanadi-yu. Xo'p, boyagi nima bo'ldi endi? Internet judayam sekin ishlayapti. Yoki yoqib qo'yish kerakmi? Tushunmadim. Internetga agar VPN yoqilsa tezlashadimi yo o'zgarmaydimi? Endi u VPNga bog'liqda. Hozir menimcha sekin ishlayotgan sababi ob-havodan bo'layotgan bo'lsa kerak. Ob-havo bulut, yomg'ir bo'lsa, Shu yozashi mumkin-da. Yana ham hozir telefon yaxshiroq lekin yaxshiroq ishlayotgan joyga. Bu hozir masalan olib boradi ustoz, keyin yana qaytadan anaqa qilinadimi? Ko'rib masalan sertifikat birinchida yo'q-ku, to'g'rimi? Birinchi yacheykada. O'shani yana qaytadan ko'rib chiqadimi keyin? ha, yana ko'rib chiqadi. Hozir Tekshirib ko'raman, videosi ko'rildimi yoki sertifikat olinmadimi deb, to'g'rimi? birinchi profilga kirgan vaqtda har biriga kirib chiqadi deydi-ku. birinchi profilga kirgan vaqtda agar shu boyagi sertifikat ustunida bo'sh bo'lib turgan bo'lsa, profilga kirib sertifikatga qarab ko'radi. Agar olinmagan bo'lsa oladi, bo'lmasa keyin agar olingan bo'lsa, ya'ni 100% bo'lib turgan bo'lsa, sertifikatni linkini joylab ketadi. Agar 100% bo'lmasa, videolar ko'rib chiqadi. Hozir menimcha shu sizda internet muammo bo'lyapti. Chunki mana qarang, ko'rib kelyapti, hech qaysini tasdiqlagani yo'q. Internetingiz yaxshi bo'lishi kerak. Menga ham sizdan kelayotgan ular juda uzilib, juda sekin kelyapti tasvirlar. Shu yaxshiroq ishlayotgan joyiga qo'yib qo'yaman telefonni. Shunaqa. Asosan shu 3 ta narsaga bog'liqda. Internet zo'r bo'lishi kerak, kompyuteringiz ham kuchi yaxshi kompyuter bo'lsa, keyin sayt yaxshi ishlab tursa, dastur shunday odatda muammosiz ishlaydi. Shu paytgacha qilgani yo'q, muammo bo'lgani yo'q. Mabodo dasturda xatolik bo'lsa to'g'rilab turamiz, lekin hozircha hammasi yaxshi. Bo'lmasa bu qayta nima qilib
ishlab turaversinchi, agar nimadir qolib ketgan bo'lsa, boyagi login parollar saqlanib qilinganku, o'sha bilan tekshirib ko'ramiz. Bo'lmasa nimadir muammo bo'lsa, Telegramdan yozaman-da, bo'ladimi? Ha, bo'laveradi, Ustoz? bo'ldi. Mana shu hozir shu kompyuteringiz ishlaversin, telefoningizda antenna zo'r joyga qo'yib qo'ying, qimirlamay tursin. Ha, bo'ldi, shunday qilamiz. Bu o'ziga o'zi ishlayveradi. Xo'p. Xo'p, xo'p.